Tünügün mantı etkentim ximirdin bize işip qalğan aş ximirini işletipla ailede en asan usulda pisa qıvitimiz qızlar əmsə diqqat. Aldı bilen mao materiallarını tayarlab aldım. Kalgöşi, piyaz, qızıl kök lazlarını tayarlab elib, kok qismiydin bizde çıqırıp, bunu qazanda ertib alğandan keyin kalgöşini dan pişik qo'rib oldim. Kalgöş pişmay qamslab aldınlar qo'rib oldim. Anatkin piyazını sapla xush biroq chiqqandan keyin bak qo'rib etmay, kök qizil lazlarni sapirishga elashtiribla mauni aldınlar tayyorlab oldik. Biz tek sukamni saqaygan bo'g'ashqa, boshqa qarmush u bu narsalarni qo'shmadim. Undan keyin mao mantadan ximirni pinchangda saqlasak ishni bo'lmaydi, atis ishlasakmi. Buni bir zo'la apla ma pisaning taxsiga tekshiydim. Mao bo'ldirgan ximir pishish jarayonida bak ko'pib ketdi. Shuningga ma pisaning tagli ximirni nippiz qilaylik. Nippiz qıpıb, anandan keyin muşundaq vilki bilan ya sanjiydigan asablar bolsa sanjib töşük chiqilib yaxshi ta'minlash uchun mishtahalatga ekib olamiz. Buni ekib bo'lgandan keyin pamdir qiyami qildim. Men qizim bilan yeydigan bo'g'ashqa agar achchiqni yaxshi ko'rsanglar, lazjangdek narsalarni surksanglar bo'ladi. Anandan keyin majjish jiqaroq bo'lsin deb ma erimchikni jiqaroq ostiga bir qavat berib atgandan keyin ondan abay qo'rib tayyorlagan materiallarni ustiga tekshiydim. Ondan yana bir qavat erimchikni buning ustiga qillin tekshiyaydim. Men jiq qilishni yaxshi ko'rganman. Anatkin qiymisiga masalan mogu qisanglar bo'ldi, to'q go'sht bilan lozib piyazlarni qisanglar bo'ldi, niyo qisanglar bo'ldi degandek har xil. Buni tekshiyib olgandan keyin duxovkani 190 gradusda qizitib tayyor qildim. 20 minut pishirsa ham bo'ladi.